Hammaga salom, sizlar bilan Xitoy va biz va bugun sizni va ko'pchilikni qiziqtirgan Xitoy vizasi haqida gaplashamiz. Yaqinda Xitoy va O'zbekiston o'rtasida vizasiz rejim joriy qilindi. O'zbekiston fuqarolari va Xitoy fuqarolari bir-biriga 30 kun ichida vizasiz bemalol kirib chiqishlari mumkin. Juda qulay, to'g'rimi? Ammo bu imtiyoz hamma uchun emas va hamisha yetarli emas. Agar siz o'qish va uzoq muddat yashash yoki ishlash niyatida kelmoqchi bo'lsangiz, bu viza sizlarga to'g'ri kelmaydi. Bu vizasiz rejim. Bugun siz bilan aynan shu haqida to'liq va oddiy tilda gaplashamiz. Xitoy viza turlari maqsadiga qarab ajraladi va ular quyidagilarga bo'linadi. L, M, X1, X2, Z, S1, S2, Q1 va Q2. O'zimizning tilda Q1, Q2 ga ajraladi. Va hozir galma-galdan bu vizalar nimasi bilan farqlanishini sizlarga tushuntirib o'tamiz. Xo'sh, birinchi hamma qiziqayotgan va dolzarb bo'layotgan mavzu 30 kunlik vizasiz rejim haqida gaplashsak. Bu qanday ishlaydi? O'zbekiston fuqarolari Xitoyga kelayotganida 30 kun mobaynida vizasiz qolishlari mumkin. Bu ya'ni turistik yoki ko'rgazmalarga yoki biron bir ishbilarmonlik uchrashuvlarga kelib ketishlari mumkin. 30 kun bo'lganidan keyin sizlar Xitoydan bir marta chiqib, yana qaytadan kirib chiqishinglar mumkin. Va bu 180 kun ichida, ya'ni yarim yil ichida 90 kundan oshmasligi kerak. Agar 90 kun ichida oshib ketsa, yarim yil ichida sizlarga boshqa viza turlari kerak bo'ladi. Ularni sizlar faqat O'zbekistonda elchixonadan qilib kelishinglar mumkin. Xitoyda turib sizlar bu vizani qila olmaysizlar. Ya'ni O'zbekistonga qaytib kelib boshqa vizada kelishinglar mumkin. 30 kunlik vizasiz rejimdan tashqari birinchi viza turi bu L hisoblanadi, L turi hisoblanadi. Bu ya'ni turistik viza hisoblanadi. Bu viza odatda 30 kunlik muddatga beriladi va gruppovoy viza ham mana shu L vizasini ichiga kirib ketishi mumkin. Ya'ni asosan turistik joylarga Sanya yoki Xitoyda boshqa bir mana bu Jangjaje joylariga oldin vizasiz rejimdan oldin L turistik vizasi orqali kelishardi 30 kun mobaynida. Keyingi viza turi bu M turi hisoblanadi, ya'ni ishbilarmonlik vizasi. Agar siz Xitoyga biznes uchrashuvlar yoki ko'rgazmalar, savdo uchrashuvlarga yoki biron bir biznes qilish uchun kelmoqchi bo'lsangiz, sizlarga M turidagi biznes viza kerak bo'ladi. Keyingi viza turi bu X1 va X2 talabalar uchun viza hisoblanadi. X1 bu uzoq muddatli viza 180 kundan ko'pga va X2 qisqa muddatli viza 180 kungacha. Bu ya'ni o'qish uchun kelayotgan viza turi. Bu til kursiga yoki biron bir bakalavr, magistrga Xitoyga kelguncha beriladigan viza. Xitoyga kelgandan keyin bu viza turi Xitoyda resident permit degan inglizchada bor, o'shanga almashadi. Keyingi viza turi bu ish vizasi hisoblanadi, ya'ni Z. O'zimizning tilda Z harfi bilan belgilanadi. Xitoyga ish bilan yoki ishlash uchun rejalashtirayotgan hamyurtlarimiz shu viza turini olishi kerak. Bu viza turi olinishidan oldin sizga bu yerda siz ishlamoqchi bo'lgan kompaniya siz bu yerda ishlashingiz haqida ma'lumotlarni berishi kerak. Agar u narsa berilmasa, sizga Z vizasi berilmaydi. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar, aldanib qolmanglar. Undan keyingi viza bu S1 va S2 vizasi hisoblanadi. Bu qanday viza? Agar Xitoyda o'qiyotgan hamyurtlarimiz bo'lsa va o'zlarining oila a'zolarini Xitoyga chaqirmoqchi bo'lsa, ko'p muddatga ularga S1 va S2 vizalari qilib beriladi. Oxirgi viza turi bu Q1 va Q2, o'zimiz tilda Q1, Q2 viza turi, oila tashrif vizasi. Bu viza turi faqat xitoylik fuqarolar uchun va ya'ni ularni qarindoshlarini Xitoyga chaqirish uchun kerak bo'ladigan viza turi. Xo'sh, vizaga qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Vizaga hujjatlar har bir viza turiga qarab talab qilinadigan hujjatlar o'zgaradi, lekin umumiy talab hujjatlari bor. Bular pasport, kamida 6 oy amal qiladigan, viza arizasi, rasm, rejalashtirilgan safar nimasi, tafsilotlari, moliyaviy holat dalillari, ya'ni sizda pul borligini bilish kerak va keyin taklif xati. Yana aytib o'tish kerak, viza turiga qarab ular bo'linadi. Agar biron bir fuqaromiz O'zbekiston fuqarosi o'qish uchun kelayotgan bo'lsa, ularga universitet tomonidan
JW202 xati kerak bo'ladi va ular universitetga kirganlik haqidagi xat kerak bo'ladi. Agar ishga kelayotgan bo'lsa, ish joyidan xat kerak bo'ladi va ular shu fuqaroga ish vizasini qilib beramiz degan joylari bo'lishi kerak xatida. Va shu kichkina detallarni alohida qarab chiqish kerak. O'zbekiston fuqarolari Xitoy vizasini Toshkentdagi Xitoy elchixonasi yoki maxsuslashgan viza markazlari orqali olishlari mumkin. Bunda o'zini bosqichlari bor. Birinchisilar, agar o'zingizlar qilaman desanglar, elchixona veb-saytiga kirib, arizani yuklab olasizlar va arizani to'ldirasizlar. Undan keyin ariza bilan birga sizlar hamma hujjatlarni taxlab elchixonaga borasizlar. Elchixona ba'zi jarayonlarda intervyu tashkil etadi, bilish uchun sizlar nima uchun kelayotganingizda butun proses 4-7 ish kuni ichida hal bo'ladi va viza to'lovi $60-120 atrofida bo'ladi. Xulosa va maslahatlar. Xitoy vizasiga topshirish juda qiyin va murakkab tuyulsa-da, agar siz hamma hujjatlarni tayyorlab va o'z vaqtida topshirsangiz, bu jarayon juda oson va sodda bo'ladi. Va sizlarga maslahatimiz bizdan, Xitoy va bizdan, kelishinglardan oldin hamma narsani rejalashtiringlar, hujjatlarni tayyorlanglar va eng asosiysi Xitoyga kerak bo'ladigan ilovalarni yuklab olinglar. Chunki bular eng asosiy narsalardan biri. Agar video foydali va qiziqarli bo'lgan bo'lsa va siz o'zingizga kerakli ma'lumotni olgan bo'lsangiz, bizga like va obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda savollaringiz bo'lsa qoldiringlar va bizga albatta sizga qaysi mavzu qiziqarli bo'lsa, shuni yozib qoldiringlar. Biz albatta shu haqida kontent olishga harakat qilamiz. Xayr va salomat bo'linglar.